Arsenalning Chempionlar Ligasidagi galabalari otish qobiliyati 100%. Londondagi Arsenal Chempionlar Ligasining umumiy bosqichidagi barcha 6 o'yinda galaba qozongan yagona klub bo'lib qolmoqda. Mikel Arteta jamoasi mavsumdagi yagona Bavariya"ni mag'lub etdi va har bir o'yinda kamida 2 ta gol urdi. O'tgan hafta Arsenal Bryukkelga tashrif buyurdi. Kanonerlar Belgiyaning ko'p martalik chempionlariga qarshi o'yinda hech qanday muammoga duch kelmadilar. Noni Madueke dubl o'ynadi, Gabriel Martinelli esa 3-to'pni urdi va London klubiga 3-0 hisobida galaba qozondi. O'yindan oldin Arsenal marafonning muvaffaqiyati 1.47 koeffitsiyentni taklif qilgan. Seriyadagi keyingi o'yin Inter bilan. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz, laykni ayamanglar, podpiska bosinglar. Rahmat.